ko'zim o'qidan chiqib ketgudek bo'lib qancha harakat qilib klassik o'ynasam, botlarni o'tolma deb yuragimni siqdilar. Shuning uchun ham mana sizlarga ultimate. Endi ko'tinglarni qisib tomosha qilinglar. Mana sizlar ashu ultimate'dagi vahima qilayotgan somsabey o'yinchilar. Endi bir marta qo'ling qaltirab otib qo'yibsan, shunga vahima qilarasanmi deb somsaga o'xshab ming'illaydiganlar uchun yana bitta butun boshli o'yinimni tayyorlab qo'yganman. Faqat bu safar jijimiga komandam bor. Hozir o'zimizcha planlar tuzib ko'proq kill qilamiz deb samolyotda oxirga tushib olganmiz. Va biz yolg'iz emas ekanmiz. O'zimizga o'xshagan kachoybey mega-megalar ham bor ekan. Lekin ko'rib turganlardek bu somsabeylarda easy tarzda betini ko'ti yapishtirib tashladim. Va shu bo'yicha boshimiz aylanib butun Irangilda kezib chiqdik. Va birdaniga kachoybeylarda tomni ustida yurganini ko'rib oldim. Endi bularni zudlik bilan qiynaymiz. Bo'lmasa granatada o'zini o'ziga yopib borar ekan. Mana sizlarga yana bitta o'tayli mo'tadil keladi. Butun umr maqtanaman endi. Mana shu bo'yicha zona ham yurdi va biz har doimgidek qo'limiz qaltirab birovni kempiga ko'yapmiz. Watch out. Yaxshiyamki qatnashirgim granatasi bilan bu ikkalasini ham oyog'ini osmondan qilib qo'ydi. Ana endi yanimizdagi tog'da yurgan kachoybeylarni ham borib turib yuragini sug'uramiz. Mana yana bitta shaytonbey minus. Endi pasimizda odamlarga qarashimiz kerak. Sherigimni metga berishiga qaraganda do'mlik dorgasiga go'layib turib olgan. Shuning uchun ham nima qilish kerak? Kanashni aylanib o'tar usullarimizni qo'llashimiz kerak. Somsabeyda otishga otdim-u, lekin meni ham yotib o'tar shaytonbeylar jonimni chiqarib qo'yishdi. Baxtga qarshi sheriklarim ham quv ashada qolib ketgan. Shuning uchun ham sekin o'lib qo'yaram. Yotib o'tar shaytonbeylar maza qilsin. Mabodo sizlarga ishonchli savdo kerak bo'lsa, albatta mentollarga murojaat qilaverasizlar. Hammasi o'tayli arzon narxlarda turibdi. Muhimi ishonchli va sifatli. Hammasiga o'zim 100% garantiya beraman. Silkalari har doimgidek aktualniydi. Cho'chimasdan o'tib olaverasizlar. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bilan obunaga po'kkilatib kalla qo'ying. Chunki bu narsa menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Va har kuni yangidan yangi videolar chiqarishda davom etaman. Hammanglarga oldindan rahmat.